Bugun bizni bonus kompaniyani sexiga kelganmiz. Bu yerda bizning mahsulotlarimizni ishlatayotganini sizlarga ko'rsatib boramiz va bularni ishlash jarayonlarini sizlarga ko'rsatamiz. Bu yerda semichkalarni ko'rsanglar bo'ladi. Juda katta количествоda bularning производствоsi va ichidagi har bitta chiqadigan образецlarni ko'rsatamiz absorbentlarimiz bilan birga. Bular Abduqahhor aka bo'ladilar, bonus kompaniyasining главный direktorlari, основатель, учредительlar. Bugun biz bulardan savollar so'raymiz, mahsulotimiz yordam beryaptimi yo'qmi? Aka o'z mahsulotlarimizni qanaqa yordam beryapti mahsulotlaringizga? Mahsulotlarimizni sifatiga yaxshi ta'sir ko'rsatyapti. Biz o'ylagandan ham a'lo, yaxshi natija beryapti. 2 yildan beri ishlatib kelamiz shu mahsulotni. Уже 2 yildan beri birga ishlayapmiz bular bilan. Mahsulotingizda mog'orlash, hidlanish narsalarini to'xtatib berdim. To'xtatib berdi. Bu yerda semichkalarni hamma mahsulotingizga hozir bizdan mahsulot sotasiz. Albatta, hammasiga soling. Semichkaning bittasini ochib ko'rsam bo'ladimi? Bemalol. Bu yerda semichkasini ochib ko'rsak. Mana semichkaning ichidan bizning mahsulotimiz chiqyapti. Mahsulotimiz ancha yordam beradi ko'p mahsulotlarga. Esim bo'yicha hozir mana bunaqa solyonniy chaqchuqlarga ham ko'p ishlatayotgan ekansiz. Tabiiy narsa bo'lgani uchun asosiy shunga ishlatamiz, juda ham katta yordam beryapti bizga. Bizda ko'plar telefon qilib so'rayaptiki, bularga yordam kerak emas, foydasi baribir yo'q bizning mahsulot yordam beradi. Yo'q, foydasi bor. Bu tabiiy mahsulot bo'lgandan keyin o'sha plesing, qurtishlarni oldini olyapti. Menga juda katta effekt berdi bu narsa. Sizlar mahsulotlarga effekt bera oldi. Bu mahsulotlarning ichidan ham chiqayotgan ekan. Xudo xolasa yordam bergandan biz xursandmiz. Agar qanaqadir muammolar bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Ishingizga baraka aka, mehmon qilganingiz uchun kattakon rahmat sizga. Ishlarni rivojlanishini bersin. Sizlarga agar mahsulotimizni ishlashini, sifatini qanaqa qo'shib bermoqchiligini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bemalol bonusni olsanglar bo'ladi. Любой magazin, Korzinka bo'ladimi, Andalus bo'ladimi, har bir magazinda topsanglar bo'ladi. Qisonning chekkalarigacha borgan. Mahsulotini ochib ko'rsanglar, bizning ham mahsulotning ichidan ko'rib tekshirib olasizlar. Mazasidan ham bilsanglar bo'ladi.